Tobut. Odamlar yelkasida qo'lma-qo'l borar. Bir jajjigina qizaloq nimalar bo'layotganini tushunmay, "Dadajon, men ham siz bilan boraman" deb ergashib, yig'lamagani ham yig'latardi. Qizaloq otasini qayerga olib ketishayotganini bilganda shunday dermidi? Mayit qabristonga qo'yib kelindi hamki, qizaloq yig'idan to'xtamadi. Har bir erkakka yalinib, dadajonisini so'rardi. "Dadajonim qani? Nega sizlar bilan kelmadi?" Ammo hech kim unga "Dadajoningni ko'mib keldik" deya olmasdi. Yuragim to'lib, sabrim chidamay, unga bir nimalar degim keldi. Asta borib qizchani qo'lidan tutdim. U umid bilan menga tikildi. Ko'zlarini chiqizarib, yuragi kuyib, lablari yorilib ketibdi. Bir chekkaga boshladim. Bu savollariga javob beradigan odamni topib olgandek, jon deb menga ergashdi. Suv ichirdim, sal o'ziga keldi. Pinjimga tiqilib, og'ir xo'rsindi. "Allohni bilasanmi qizim?" deb sochlarini siladim. U menga shoshib qaradi-da, "Alloh bitta, dadajonim aytganlar" dedi. Dadajoning shunday degan bo'lsa, u solih inson ekan. Eslab ko'rchi, dadajoning yana nima degan? "Allohni aytganini qilish kerak." Barakalla dedim quvonib. "Sen men o'ylagandan ham ko'ra aqlliroq qiz ekansan." Dadajoning to'g'ri aytibdi. Allohni aytganini hamma qilish kerak. Mana Alloh dadajoningni oldiga chaqirdi. Dadajoning Allohni aytganini qilib, xo'p deb ketdi. Alloh dadajonimni yaxshi ko'radimi? Bo'lmasam-chi, sendek qizchasiga Allohni tanitadi-yu, yomon ko'radimi? Aytingchi Makjon, dadajonim meni sog'inib, bir marta tushlarimga kirishlari uchun men qanday yo'l tutay? Sen otam haqida duo qilib namoz o'qishni o'rgan. Namoz dedingizmi? Qizim, namoz. Men albatta namoz o'qishni o'rganaman. Sizni tushlarimda